hozir yaxshi savdogar, tadbirkor, badavlat, o'ziga tinch odamlar bolalarini maktab yoki dunyoviy o'qishlardan olib olyaptilar. Holbuki o'sha odamda imkoniyati bolasini dunyoning eng nufuzli oliygohlarda o'qitish imkoniyatini berdi Alloh. Lekin aytibdi, "Men bolamni o'qitmayman, bolamga Qur'on o'qitib qo'ysam, ibodatni o'rgatib qo'ysam, qori qilib qo'ysam bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas" deyapti. Biz u kishini haqqiga duo qilamiz. Rahmat sizga, himmatingizga rahmat. Bolangizni shunday muhabbatli, sadoqatli, taqvoli qilaman deganingiz uchun sizga rahmat. Alloh ajr bersin. Lekin aziz birodar, islom bunga buyurmadi. Siz bolangizni Allohni tanitadigan, Allohdan qo'rqadigan qilishlik bilan birga yaxshi shifokor qiling. Yaxshi qonunni himoyachisi qiling. Yaxshi muhandis qiling.